Bugun sotuvga olib qolingan telefonlarimizni ko'rsatib o'taman. Samsungni qulayroqdan so'rayotganlar uchun A52 256 talik. Hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Avtgan bo'lib to'lashgan chiqadi. 13 Pro ni qora rangidan so'rayotganlar uchun 128 talik. Koreyskiy variant. Yo'nqislari 89. 13 Pro Max qulayroqdan so'rayotganlar uchun holatlari ideal holatda, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. 128 talik bo'ladi. Yo'nqis 90. Telefonlarimiz naqdgan bo'lib to'lashgan chiqadi. Redmi modellarimizda yangiliklarimiz kelgan. Redmi Note 15 ko'rishlaringiz mumkin. 6 ga 128 talik. 256 taliklari ham bo'ladi. Telefonlarimiz shunchaki sizlarga ko'rsatish uchun ochilgan, yangi holatda. Ekranlari H bo'ladi. Note 15 Pro oldingizchalik emas ekranlari, lekin bu ham H ekran. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Telefonlarimiz naqdga ham bo'lib to'lashga ham chiqariladi.